Da do'stlar, VIP klassda bugun Toshkentga qarab yo'l olamiz. Nasib bo'lsa, zamborlar, Hikmatulla blogerlar hammasi qavizaga qatnashyapti. Inshaalloh borib Padishkada bo'lamiz. Esichu Toshkentda bo'laman. Toshkentdagi obunachilarim tayyor turinglar, sizlarga kontentni zo'r. Eng qizig'i, men Toshkentga ketish uchun Al-Comfortni, har doimgidek Al-Comfort tanladim. VIP klassni tanladik. Xudo xolasa VIPda maza qilib nima deyapti? Mamlakat restoranida maza qilib Toshkentgacha boramiz. Esichu sizlarga ham bilet kerak bo'lsa, pastdagi profilga aloqaga chiqasizlar. O'sha yerda hamma narsa yozilgan, reyslar yozilgan va raqamlar yozilgan. Telefon qilib yoki onlayn bilet sotib olishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Charchamanglar. Toshkent, Samarqand